deyishmadi odamga. Ichki ishlar xodimlari fermerga to'pponcha o'qtalib jismoniy kuch ishlatishdi. Holat Farg'ona viloyatining Rishton tumanida sodir bo'lgan. Kun.uz'ning aniqlik kiritishicha, ichki ishlar xodimlari Rishton tumani hokimining topshirig'i bilan Buloqboshi Gulshani fermer xo'jaligi rahbari G'ayratjon Xayrullayev xonadoniga borishgan. Ular g'alla rejasi bajarilmaganini sabab qilib, fermerga to'pponcha o'qtalgan. To'satdan uchastka nozirlari orqamdan kirib, to'pponcha o'qtalgan holda qo'limni qayirib otib tashlayman, o'lgiraman. Bu yoqqa yur deb baqira ketishdi. To'pponcha o'qtalgani Buloqboshi mahallasi uchastka noziri 70 tifilgan onamni ikkalab yubordi. Onam yerga kirib tushib hushidan ketdi. Bir hafta shifoxonada yotib zo'r va o'ziga keldi, degan fermer Kun.uz jurnalisti bilan suhbatda. Rishton tumani hokimi Bahodir Xoliqov esa xodimlar fermerga to'pponcha o'qtalmaganini aytdi. Fermerning g'alla, paxta masalasida davlat oldidagi majburiyatlari bor. Shuni bajarishi kerak. G'alla balki fermer uyidadir, boshqadir. Xodimlar davlat rejasi bajarilishi bo'yicha borishgan xolos. Boshqa hech narsa yo'q bu yerda. Endi men voqea joyida bo'lmaganman. To'pponcha va elektroshoker qo'llash holati bo'lmagan degan hokim. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video lavhada ichki ishlar xodimi qo'lidagi to'pponcha aniq ko'ringan. Xodimlar jismoniy kuch ishlatgan holda fermerni olib ketishga uringan.